Bu safar bizani O'zbekistonning mashhur kompaniyalardan biri xodimlariga xizmat ko'rsatishimiz uchun chaqirishdi. Har doimgidek shahardan bozorlarimizni qilib, Sernilavka do'konlaridan zavtrak uchun kerak narsalarimizni olib yo'lga chiqdik. Dachaga yetib borishimiz bilan komandadagi hamma o'zini ishi bilan shug'ullanishni boshlavordi. Birinchi ovqat uchun qo'chqor go'shtiga mastavani qovurib solib qo'yib, stol ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorgarligini ham boshlavordik. Ketidan mayonezsiz salatani yaxshi ko'radiganlar uchun gretskiy tayinlab berib, mastavani chiroyli qilib suz berdik. Ovqatdan keyin ko'rib turganingizdek har xil xil mevalarni chiroyli qilib kesib berib, shashlikning harakatini ham boshlavordik. Shashli marinovkalarimizni Zikrila marinatda Xumsondagi filialidan xarid qilib olgan edik. Qo'rada ko'mirlarimiz tayyor bo'lgunicha o'sha hamma so'raydigan xrustashi baqlajon salatimizni chiroyli qilib tayyorlab berdik. Salat ketidan ko'rib turganingizdek shashliklarimizni chiroyli qilib pishirib berdik. Ertalab soat 7 da futbol borligi uchun ketidan sirazi zavtrak tayyorgarligini ham boshlavordik. Dasturxonga qo'yishga nonushtada yaxshi ketadigan narsalarni tayyor qilib, ketidan rozoviy pomidorlarda turetskiy menemeni tayyorlab berdik. Orada muzdekkina kokteyl tayyorlab berib, qaytishga 6 kilo to'yosh qovurib solib qo'ydik. Salatlarning orasidan shuba variantini tanlab berishgan edi, buni ham esdan chiqazmadik. Kichkinaroq qozonda 6 kilo oshimizni bir amallab damlab, xizmatimizni tugatdik. Xizmatimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun Instagram direktimizga murojaat qilishingiz mumkin.